Bu videoda mana shu portlashning 100 barobar kattasini sinab ko'raman. Ya'ni butun karkali mashinaga pena bilan portlatib, o'rtacha rekordni o'rnatamiz. Uy, issiq chiqdi. Bo'lmasam videoni boshladik. O'rtasida ancha aytayotgan erkak 550 ming obunachiga atalgan video 550 ming obunachiga erishganimizdan oldik. Va o'rtoqlar, iltimos, videoni hijjon o'tkazolmasdan oxirigacha ko'ringlar. Va albatta like ham bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Va bizlarning keyingi maqsadimiz bor. Va u ham bo'lsa 570 ming obunachi. Va biz 570 ming obunachidan keyin prям hamma mendan so'rayotgan va hamma kutayotgan o'rmondagi ekstremal berkin mochoq chiqadi. Va bizni shunaqa o'rmonda qilamizki, hali u o'rmonga o'rmonga bormaganman va aytishar bo'yicha o'rmonda g'or ham bor ekan. Shuning uchun bolalar g'orga chigan berkinish mumkin, daraxtga ham va har xil joylarga. Xullas o'rtoqlar, shunaqa masshtabli va qiziqarli videoga tayyor bo'lsanglar, shuncha ko'pini qo'yinglar. 570 ming obunachi va mana shu video chiqadi. Va bu video sizlar uchun mazza qilinglar. Issiq ekan. No, qarang, bitta kattasiga o'tishdan oldin hozir buni 2 barobar kattasi vashida qanaqa bo'lishini sinab ko'ramiz. Chunki buni 2 barobar kattasini olib ketsa kerak. No, davay ketdik. Hozir bu yerda biz xuddi shu eksperimentni 2 barobar kattasini qilib ko'ramiz. Ya'ni bu yerda уже eng kamida 200 ml perkisniy vodorod. Menimcha shunaqa adashib ketgan bo'lsam o'zim. Va hozir bunga feriy qo'shamiz. Bu narsani zo'r olaylik. Hozir portlaydi. Ana endi bunga kraska qo'shamiz, chunki portlaganda chollar rangini portlagani baribir zo'r ko'rinadi. Ko'p bordim. Yo, mayli. Rang. O'zim portlash bo'ladi lekin. Xo'sh, tamizlar. Ochinglar zo'roqqa. Ketatum. Ket. Voy, tasavvur qiling, uy ichida bo'lsa qanaqa portlash bo'ladi. Bu nima kattaligini. Eng qiziq hal bizda bundan 50 barobar katta bo'ladi. Shu uchun 2 barobar kattasiz menimcha bo'lsa 50 barobar bilasiz qanaqa bo'ladi. Qanaqa bo'lishini video davomida bilib olasizlar. Xo'sh, biz fer eksperimenti qanaqa o'tishini bilib oldik. Kichkinasida ham va salgan kattasida ham va shunday. Mana hozir 50 barobar kattasi qanaqa portlashini. Xo'p, ana endi вообще uy ichida bo'lsa qanaqa portlaydi. Biz buni ham mini uychada sinab ko'rmoqchimiz. Va uchun biz kichkina uycha yasaganmiz. Va hozir mana shu uychani portlatib, keyinchalik qanaqa portlash bizlarni kutayotganini bilib olamiz, короче. Mana Dad, olib keling narsani. Xo'sh o'rtoqlar, uyimiz derazasi ham bor ekan даже. Hozir e'tibor qildim. Xo'sh, qarshi o'rtoqlar, qaranglar. Narsani tayyorlab oldik va hozir beshlarga qo'shilib va risk uy tepani tashlaymiz pastga qarab. Va xolos uy portlaydi. Tayyormisizlar? Katta ekstremal, hamma shoshma. Katta ekstremal, shoshma. Xo'sh, ket. Ket. Ha! Ketdi, davay. Och. Tasavvur qilinglar, hozir shunday 100 barobar kattasini portlatamiz prям. Mana issiq. Lekin real uyni ko'pda o'qib tashadi, ha? Uyni uchirib yubordi. Va katta uyni uchirib yubordi menimcha. Eng qiziq biz katta yasagan paytimiz buni chiqib ketishiga joy qoldiramiz. Ya'ni hozir bu tegidan yo'llardan chiqib ketdi, ko'rgan bo'lsangiz ko'pik, lekin biz katta yasaganimizda buni chiqishiga bitta ham joy qolmaydi. Ya'ni poli press bo'lib portlab chiqib ketadi faqatgina. Menimcha hamma qanaqa portlash bo'lishini o'zi tasavvur qilgan bo'lsa kerak. Ana endi sekin uyni qurib olamiz. Xullas hozirda karobkali uyimizni devorlarini yasab chiqamiz va mana bitta devor qanaqa bo'ladi. No, sal g'alatiroq ko'rinishi mumkin, no tashqarida aniq ko'rinadi. Devorlar anaqa bo'ladi. O'shanaqa bitta devor va shu devorlar bilan uylarni ham qurib olamiz. Seryoz muhojirga qanaqa portlash bo'ladi deb o'ylaysiz? Menimcha katta bo'ladi. Qarang, hozir men tomda qilsaydi, ulan tom oling. O'sha tomda qilsaydi. Keyin ko'piklar mana yoqqa uchib ketib, polin sergiligi hamma tarafga hamma yoqqa bo'lib ketmaydi. Deb bilmadim ekansiz. No, mayli. No, baribir hatto o'rtasidagi mini rekord tanglab qo'yaylik. O'rta Osiyoning mini rekordi bo'lsa, buni nima agar O'rta Osiyo qancha katta joy va u mini rekord. Men o'zingizlar bilasizlar. No, kimga qanaqa biladi, buni oldingi eksperimentlarimizdan keyin aynan bunisi ancha kattaroq bo'lgani uchun hayajon bosatdi. Ishqilib shuncha harakat va shuncha xarajatimiz bekor ketmagan bo'lsin va davay! Katta portlash! Katta portlash bo'ladi. Bizda уже korobkali devorlarimizni yasab bo'ldik va hozir bularni hammasini bitta qilib turib, bitta binoyimizni ko'tarib olsak bo'ldi. Keyin sekin-chiga o'sha moddalarni tashlab, как cho'tka qilib tayyorlab olsak bo'ldi. Keyin portlatamiz. Ana endi hozir yig'ib tashlasak bo'ldi.
Banihoyat o'rtoqlar 3 soatlik mehnatdan keyin mana bu korobkali gigantimizni qurdik. Давайте rum-tur qilamiz. Qarshi eshigi bor, derazasi bor. Da, strishli oynasi bilan. Xo'p, ichkari kirganda krem qo'shing. Ichkarida polning skochli, xullas shunaqa holat. Va hozir biz ham yetdi. Mana shu yerda xullas hammasini tayyorlab turib, tepadan narsani tashlaymiz va shunda puf otilib, pol mana shu uy ichi portlab ketadi. Ну, давай, ko'ramiz. Tog'ora, qizil 30 litr tog'ora va hozir endi buni ichiga kireli narsani solib tashlaymiz. Xo'p, feri. Xo'sh, bu ham yoqqa. Давай. Bo'ldi, sekin qo'ying. Ha. Yurang. Mana bu kraska. Buni qo'shaveramizmi, normalmi? Ha? Mana sal qo'rquv bor lekin. Bilmayman, nima o'xshamaydi bo'lam. Lekin shuna qo'rquv bor, chunki qo'ldagi shuna o'qoladi. Nima deysiz? Muhojirga o'xshaydimi? O'xshaydi. O'xshaydi inshaalloh, ha? Takoy. Bo'lmasa hozir перекисный vodorodni qo'shib chiqamiz. Давай, газуй. Buni перчатка qani? Короче, o'rtalar hozir перчатка kiymamiz, перчатка kiyib olaylik, chunki перекисный vodorod realni qo'lni kuydirib tashlaydi. Bering, shuning. Xo'sh, menga maskan bering. O'rtoqlar, kamera ortidan qanaqa ko'ryapti bilmayman, lekin realni. Xo'sh, soat 14:00 da boshlagan bo'lsak, hozir soat 17:30 da. Uyni shuncha payt yasadik. Prям qorni och va hammasi sizlar uchun va albatta o'rtoqlar, shuncha payt men like so'ragan iltimos shu videoga dayta like bosib qo'ying, chunki bizdan shuncha vaqtimizni ko'proq odam ko'rishni xohlayman. Va shu uchun dayta like bosib tashinglar va hozirgi portlashdan prosta mazza qilinglar bo'ldi. Maskani ham taqib olamiz, chunki qanaqa gaz chiqishini hech kim bilmaydi, ana qanaqa zararli. Shuning uchun ham bironta o'qmaslikdan oldin maskani taqib olamiz. Xo'sh, anini perkisni to'g'ri tayyorlaymiz. Wow! Ochdim. Shu. Qo'lingiz bilan emas, qo'lingiz bilan ketadi. Perspektiva oling sizlar. O, sachiryapti. Millet necha litrligini bilmayman, lekin asosatdi. O, boshqa portlash bo'ladi o'rtoqlar. Wow. Hali tugamadimi? Endi tugadi. Voy, shuncha narsa olib ketdi lekin. Xo'sh, buni da qochib karsirdingmi? Kuydiradi. Xo'sh, da qolgandan bering. Bu kam. Da mashinani chiqasiz. Shu. Da voy. Ichimga ketdi. Xo'sh, ana endi bunga 4 litrmi, 4,5 litr qarshi feri qo'shamiz o'xshi. Cho'p olib keladi, cho'p. Qo'tira cho'p. Da. Wow. Nega real ko'zim ochib to'g'ri bilmayman, ko'z ochtirgan holda chiqarar ekanman. Voy, вообще gigant qolmiz, ha? Yana bitta qolib ketadi feri. Qani o'sha? Oy. Xo'sh, mana kino vinasini qo'yib tayyorlab olamiz. Qo'l kuyapti, ay, sachradi qo'limga. Bilay. Tez aralashtiring. Wow, nima tayyor bo'ldi? Nima biza? Qo'limga rangi achyapti, bor. Xo'p, ana endi rang qo'shamiz. Bo'ldi? Endi bo'ldi. Xo'p, aralashtiramiz. Xo'sh, yana qayta aralashtiramiz. Buni qanaqa ko'tib portlash bo'lar ekan-a? Buni yaxshi qiziq bo'ldi. Bo'ldi, xullas buni aralashtirib bo'ldik. Va endi borib ikkinchi narsamiz poni tayyorlaymiz. Ya'ni hozir kaliy vodorodga suv aralashtirib poni tayyorlasak bo'ldi. Lekin o'zaro qo'shtirib portlatamiz. Ana endi kaliy yodid, bu toz 1 kilo kaliy yodidni solamiz chelakka. Xullas, hozir kaliy yodidni suvga aralashtiramiz. Bo'ldi уже. Hamma narsa qilib bo'lingan bo'ladi. Davay, suv. Hop, hozir bitta aralashtiramiz. Voy, lekin hajalanma. Yana aralashtiramiz. Bo'ldi, o'sha tayyor hamma narsa. Yana suv qo'shamiz aka? Hali oqib turibdi. Bo'ladimi? Da, suv bering. Uni qishtar ekan bu ham. Qo'li kuydirar ekan bu ham. Qo'lim qutqardim. Qarang, o'rtoq shuncha mehnat bilan qo'lim kuygani uchun mamnun qarang. Nima bu? Mamnun qarang. Voy, mamnun qarang. O'rtoq nimadir vodka tushunmayman. Qiza qo'lim sarg'ayib qanaqadir yut surgan o'qot. Xo'p, bu ham tayyor. Va ana endi bilet shuncha vaqtdan kutgan narsani qilaman. Portlatamiz. Davay. Xo'sh, ishqilib o'xshasin, biz rahmat. Ketdi, davay. Ishontirishlik tez yopasan.
Voy, o'rtoqlar, realni o'sha o'xshamaydi deb o'yladim. Shuncha qiyinchilik, shuncha azob, karkona shunchalik yasadik, qo'llarim lapshitib kuyib ketdi anaqa sarg'ayib. No, biz o'sha portlash qildik. Короче, o'rtoqlar, kim nima desin, O'rta Osiyo rekordi bugun qo'yildi. Ya'ni hech kim shu pastga tushirib tumta karkolni yorib bilan portlatmagan. Va shu narsani xudo shukr biz qildik o'rtoqlar. Albatta sizlarga like kelib tutamiz. Davayki. Aytgancha o'rtoqlar, xuddi shu biz komandam tarafidan kelishdik. Agarda mana shu videodagi 100 mingdan ko'p like yig'ilsa, biz karkoldan butun mahalla qurib o'sha mahallani portlatib yuboramiz. Shuning uchun bir 10 ta yoki 20 barobar mashina qatnamasa bo'ladi. Va biz shuni davramiz. Shu videoda 100 ming dollar kashirib qo'ydik. Mana shu qiz qayda turibdi va bu videoni sizlarga yoqib chiqishaman. Keyingi videoda ko'rishguncha, ciao. Bular portlaganini